Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun 8 gibridda test drive qilamiz. Nechta yurishini, qanaqa funksiya borligini hammasini ko'rsatib o'taman. Qisqacha obzorimda qarang, o'zi 1.5 turbo motor bo'ladi. Akkumulyator bilan birgalikda 1400 gacha yuradi. O'rtacha rasxodi 5 litr. Rasxodi past, lekin ancha shustri, tez yuradi. Rejimlari bor. Sport, ekonom, normalniy rejimlari bor. Ichida hozir ko'rsataman hammasini. Yuring ko'rsatamiz. Уже премиум klassidan mashinamiz keldi, bilasizlar. Elektronniy regulirovka sideniyasi именно дверной kartasida bo'ladi. Bundan tashqari pamять сидения, salon освещение, elektrosteklopaket, eshik ochadigan ruchkasi ancha boshqacha chiqqan. Chiroyli bo'lgan bu. Start stop yo'q, hech narsani tegish kerak emas. Shuni tormozni bosasiz, o'zi zavodiy bo'lib ketadi. Salon освещениялari ancha chiroyli. Undan tashqari panel priborsda ko'ryapsiz, speedometringiz bo'ladi va karta bo'ladi. Offline o'ziniki. Kartalari bu tarafdan benzabak ko'rsatadi, bu tarafdan yomkasi akkumulyatorni ko'rsatib turadi. Start stop o'zida yurg'izib, bemalol zadniga ursangiz mana 360 kamerasi to'liq formatda hammasini ko'rsatib turadi. Eshigingiz ochilsa, mabodo eshigingiz ochilsa, ko'rsatadi ochilganini. Hammasini ko'rsatadi. Undan tashqari mashinamizda голосовой помощницasi ham bor. Varizo 8 da. Ko'p kishi avariykasiga qiziqadi buni. Avariykasi knopkasi mana yerda bo'ladi. Kimdirlar kameralarini ishlatadi, kimdirlar ishlatmaydi. O'zim уже o'rganib olganman. Shunga kamerasiz уже yura olmaymiz. To'liq orqa obzorlari chiqadi. Drive'ga ursak, kamerasi avtomatik 15 km/dan o'tsangiz, уже sekin kamerasi o'chadi. Ancha shustri bu mashinamiz. İchlarini ko'rishingiz mumkin. Keng, вообще uzun mashina. Orqa tarafda ham bemalol o'tirishadigan bo'lsa, xotirjam o'tirishadi. Hamma yotib oladi. Podstakannik, podlokotniklari hamma uchun bo'ladi va обогрев sideniyalari hamma uchun bor. Hammaga. Обогрев sideniyadan tashqari rullari ham qiziydi, lobovoylari ham qiziydi, bokovoylari ham qiziydi. Bokovoylarda undan tashqari slipoy zonasi ham bor. Mashina kelayotgan bo'lsa bemalol ko'rsatadi slipoy zonasi. Va adaptivniy klimat kontrol. Sezgan bo'lsangiz, mashinaga o'tirib konditsionerni moslaganim yo'q, chunki konditsioner o'zi ko'chadagi haroratga qarab o'zi sozlanadi. Razgon tez oladi. Ko'rdingiz, bitta bosganimda u srazu 60-70 ga chiqib ketdi. Razgonlari вообще. Adaptivniy cruise control bu mashinamizda ham bor. Palasalarni ushiydi. Ekstremniy to'xtab olishlari ham oldindan ham orqadan to'xtab oladi agar xavf-xatar chiqadigan bo'lsa. Va shu ekranimizni, panel priborimizni polniy kartaga o'zgartirsak ham bo'ladi. Offline karta ishlab turadi va sizga qayerga ketayotganingizni ko'rsatib turadi. Offline formatda ishlaydi. Hech qanaqa SIM karta qo'yganimiz yo'q. Bu o'zida встроенный karta bo'ladi. Va скоростьingizni bu tarafda ko'rsatadi. Undan tashqari ko'p kishi so'rayotgan narsa, mashinada aromat degan narsa nima bu? Aromat bu ya'ni hid, приятный hid. Xohlasangiz свежий, xohlasangiz relaks, xohlasangiz бодрящий aromat chiqazib turadi. Ya'ni saloningizdan yaxshigina свежий hid chiqib turadi. Plus sideniyada oldi sideniyalari ham sovutadi, ham isitadi. Orqa sideniyalarimiz isitadigan bo'ladi.
Pavorotnikni yoqqaningizda kamera srazu yonib ko'rsatib turadi. Qaysi tarafga ozgina qolganini, har bitta millimetr, santimetrini ko'rsatib turadi. Qanaqa mashina borligini, orqadan, oldidan. Ko'p kishi o'rganib olsa, bundan kecha olmaydi. Именно shu Arizo 8 mashinamizning dizayni именно O'zbekiston iqlimiga, O'zbekiston narsasiga moslangan. Ya'ni именно bu dizaynda hech qanaqa boshqa davlatda bo'lmaydi. Spesial formatda bo'ladi desa ham bo'ladi buni. Cherry Ahmad Donish filialimizga kelib, bu mashinamizni ham pasportni olib kelsangiz, telefondan yozdirib qo'yasiz test drive'ga va любой vaqt tekinga mashina minib chiqib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni minib, tanlovda to'xtab, qora rang desangiz qora rang, oq desangiz oq. Любойni tanlab, yumshoqligini ko'rib, hadovoylari ancha yumshoq sezgan bo'lsangiz, srazu seziladi buni. Беспроводной зарядник degan narsalari bo'ladi. Беспроводной зарядник, бесключевой достуp hammasi bo'ladi mashinada. Ya'ni sizning komfortingiz uchun hamma narsa bor. Bundan tashqari video registrator, встроенный o'sha video registrator bo'ladi va katta panorama tom. Говорите, пожалуйста. Открой люк. Хорошо. Lyukimiz o'sha голосовой formatda ham ochiladi, knopkasi ham bo'ladi. Ko'rib turibsiz. O'zi ochdi, hech qayga chalg'imasdan lyukni ochdim. Голосовой помощнigi shu formatlarda rosa komfortli holat bo'ladi va kerak bo'ladi. Undan tashqari radiosiga, konditsionerlariga va hokazo funksiyalariga o'zi yordam berib turadi yurganingizda. Cherry Ahmad Donish filialimizga kelib, pravangizni olib kelasiz. Mashinani test drive qildirib beramiz, chiroyli obzorlarni qilib beramiz, prezentatsiyalarni qilib, mashinani xarid qilganingizda yordam beramiz. Bundan tashqari mashinalarimiz hammasi nalichada bo'ladi. Описаниеda qoldirgan raqamlarimizga telefon qiling va Cherry Ahmad Donishga test drive'ga yozdiring. Hammani kutamiz. Har kuni ish vaqtimiz ertalabki 9 dan kechqurungi 8 gacha.